Uchar Universitet. Abduri Ümit Şimşek. Tercüman Abdülaziz Akun. Tahrir Abdurahim Dövlet. Taklamakan Uyghur Neşriyatı. 8. bab. Taqib etiş bilan tugab ketmaydigan maktablar. Shundaq ortiqchiliklar borki, mubolag'alashtirilsa jinoyat bo'ldi. Aleksandr Dumas. Uchar Universitet 1883-yili qurilgandan tortib, asli holatini saqlab qolgan holda 1905-yilgacha xizmatini davomlashtirdi. Bo'libmi, ayollarning bu qonunsiz ma'rif o'rniga bo'lgan qiziqishi kuchli edi. Bular o'quvchilarning 70%ni tashkil qiladi. Bu jarayonda 3000 qiz Uchar Universitetidan diplom oldi. Uchar Universitet diplomining 6 yillik astoydil o'qitish natijasi bilan elinganligi nazarga ilinganda, 20 yil ichida bu universitetda qanchalik odamning o'qiganligini mo'ljallash qiyin emas. 1905-yili Uchar Universitet yarim qonuniy salohiyatga ega bo'ldi. Shu yili Ruslarning Yaponiyaga orq-orqadan mag'lub bo'lishi, Rossiyada keng ko'lamli qalayimqanchiliklarning yuz berishini keltirib chiqargan. Orqadan Polshadami maktablarni boyqut qilish harakatlari boshlangan edi. Bu jarayonda Uchar Universitetimi ilmiy kurslar o'rtaq gavdasi degan ism ostida qonuniy qurilmaga ega bo'ldi. Lekin bundaq bir organning universitet sifatida faoliyat olib berishi yanla qonunlarga xilof edi. Chunki ilmiy kurslar o'rtaq gavdasi rasmiy organlarning nazarida akademik jamiyat deb ataladi. Shundaqdimi u qonunsiz holda Uchar Universitetining faoliyatlarini davomlashtirmoqda edi. Yerim qonuniy salohiyatga ega bo'lgandan keyingi birinchi o'qitish yilida Uchar Universitetining ijtimoiy fanlar bo'limida 700, fan va matematika bo'limida 600 o'quvchisi bor edi. 1905 va 1919-yillar orasida Uchar Universitetining 300 dak o'qituvchilar qo'shini bor bo'ldi va har yili o'tiricha 2500 o'quvchi bu universitetga tizimlatdi. 1919-yili Polsha mustaqillikka erishib, yangi davlat universitetlari qurilganda ilmiy kurslar o'rtaq gavdasi Volna Veshexnetsa degan ismda shaxsiy universitetga aylandi. 1905-yili Polshaga ma'rif jihatda boshqa yangiliklarni elib kelindi. Universitetlarda boshlanib, boshlang'ich maktablargacha kengaygan boyqutlar natijasida davlat Polsha tilida dars o'tiladigan shaxsiy maktablarning ochilishiga ruxsat qildi. Lekin shaxsiy maktablarning diplomlari ya askarlikka tizimlatganda yoki Galitsiya sirtidagi universitetlarga kiradigan chaqda ishga yaramaydi. Bir qancha yildan keyin Shvetsariya bilan boshqa ba'zi Yevropa davlatlari bu maktablarning diplomlarini e'tirof qilishga boshlagan bo'lsa-mu, ruslar bunday qilishga faqatla yaqin kelmadi. Nima bo'lmasin, qo'lga keltirilgan bu ish polshaliklarga nisbatan bir fursat edi. Polshaliklar istiqillik holda bu fursatni bir ma'rif safarbarligiga aylantirdi. Onundan burun, ya'ni 1882-yili danliq yozuvchi Joseph Ignatius Kragozevskining tug'ilgan kunini xotirlash munosabati bilan to'plangan fondini ishlatib, Galiyachada boshlangan va boshlang'ich ma'rifni umumlashtirishni nishon qilgan Polshalik maktab ona safarbarligi bu qatim 100 minglarcha o'quvchini o'z ichiga olgan bir tashkillanishga aylandi. Har tarafda orq-orqadan kutubxonalar ochildi. O'qish, yozish davlat miqyosida umumlashdi. Maktab ona bo'lsa, taraf-taraflardagi boshlang'ich maktablar va kutubxonalar bilan birlikda bir oyga bormagan qisqa vaqt ichida nihoyatda zo'r ko'lamlik ma'rif to'riga aylandi. Bundaq bir ma'rif safarbarligini qisqa vaqt ichida mushundoq tashkillik holatga keltirish oson ish emas edi. Uning ustiga ishlarga qiyinchilik tug'diradigan boshqa masalalarmi bor edi.
Dövlət atalmış erkin qoyuvatgan şəxsi məktəblərinin açılışını bir talay rəsmiyyətlərə çirməyətgan, hər bir məktəbdə vəzifə ötəydigan oxutquchilar toğrusida ən inchkə təfsilatlargacha bo'lgan barlıq nərsələrni isbotlash şərtini qoygan edi. Mana mushundaq qiyinchiliklarni yengib faoliyat boshlashga muvaffaq bo'lgan maktablar buningdan keyinmi mavjudligini davomlashtirish uchun kurash qilishga majbur edi. Masalan, bir maktab yig'inida davlat tarafidan atalmış yot deb qaralgan kishining so'z qilib qo'yishi minglarcha rubllik iqtisodiy jazoning berilishiga sabab bo'ladi. Qisqa vaqt ichida yerlik rus amaldorlarining maktab ananing jamiyatda kuchkurtkichilik qilayotganligi va davlat maktablarining mavjudiyatini xavfga itirganligi to'g'risidagi voysashlari anglanishga boshlandi. Nihoyat 1907 yilning oxirgi kunlarida maktab ana gavdasi butunlay taqib etildi. Taqib etilgan asnoda maktab ananing boshlang'ich maktablarda 63 ming, yaslilarda 2400 o'quvchisi bor edi. Mol mulki bo'lsa, mayli yer zamin va bino bo'lsin, mayli naqd pul bo'lsin, yuqori pallaga yetgan edi. Bular ruslarning eg'ir bojlari ostida bellari pukilgan xalqning ming bir mushaqqat yig'ish qilgan ionlardan iborat edi. Maktab anadan keyin boshqa bir organning qurilishiga ruxsat qilinmadi. Chunki davlat har xil yangi qurilmalarning burunqining davomidan boshqa bir narsa bo'lmaydiganligini tunib yetgan edi. Maktab anadan keyin o'xshash turdagi o'rinlar, maktablar, kurslar va kutubxonalarmi bir-birlab taqib etildi. Lekin na bu maktablarning taqib etilishi, na ruslar yo'li qo'ygan boshqa usullar xalqning qiziqishini majburiy yo'sinda bo'lsa-mu davlat egiligidagi maktablarga yuzlantirish uchun hech bir vaqt yetmaydi. Lekin ishini yaxshi biladigan mustamlikachilar ishg'oliyati ostidagi millatlarning muqaddas narsalarini taltiks yo'qotib tashlashning o'rniga uni o'zlariga nisbatan ziyonsiz holga tushirib qo'yish bilan kifoyalanadi. Chunki tig'ningmi, saponingmi qonqib qaytib keladigan xuyi bor edi. Ular bilan birlikda hisob qonqib qaytib kelgan ahvollarmi ko'p qatim ko'rildi. Darvaqa, Birinchi Dunyo urushi boshlangan chaqda Polshaning ishg'olchilarimi shu chaqcha yiltizdan qumurib tashlamoqchi bo'lgan narsaga birdilla muhtoj holga tushib qoldi. Urushning bir tarafida ruslar, yana bir frontida bo'lsa germanlar bilan Avstriya bor edi. Har ikki taraf kuchining yetishicha polshalikni askarlikka elib bir-birlariga qarshi urushga salatdi. Bundaq ahvolda mustamlikachilar polshaliklarning millatchi tuyg'ulari va erkinlikka bo'lgan ishtiyoqlarining qat'iy kichik sanashga bo'lmag'dak darajada muhim o'rinda turadiganligini qilch kechikmasdan tunib yetdi. Urushning dastlabki kunlarida bayon qilingan bayonotda Rus armiyasi bosh qo'mondoni Granduk Nikolas polshaliklarga bir paqlan terisiga o'rangan holda nihoyatda shirin so'zlar bilan xitob qilgan edi. Polshaliklar, ota bovanglar tushlarini reallik aylantiradigan vaqt mana allaqachon yetib keldi. Buningdan 1,5 asr burun Polshaning badani parchalangan edi. Lekin ruhi hech bir zaman o'lmadi. U doim Polsha millatining qaytadan terilib, Buyuk Rossiya bilan qarindoshlarcha birlashadigan kunni ko'rish umidi ichida yashadi. Rus armiyasi sizlarga bu birlikning xush xabarini elib keldi. Polsha xalqini ayirayotgan chegaralar endi yiqilsin. Polsha millati Rus imperatorining saltanati himoyasida birlashsin. Bu saltanat ostida Polsha e'tiqodida, tilida va o'z-o'ziga xo'ja bo'lib, erkin bir shaklda qaytadan tug'ildi. Rossiya sizlardan faqat bir narsa kutadi. U bo'lsa
tarix sizlarni o'zaro bog'lagan millatlarga teng barobar ko'z bilan qarashinglardir. Bağrını açqan, qeyrindoshlarcha qo'lni suzgan holda Rossiya sizlarning oldinglarga keldi. Rossiya Grunwaldda dushmanni og'dirib tashlagan qilishning hali ham datlashib qolmaganligiga ishindi. Rossiya armiyasi Hind okeani qirg'oqlaridan tortib Shimoliy dengizgacha bo'lgan joylarda harakat holatida. Yangi bir hayotga ishorat qiladigan tong yulduzi sizlar uchun yuksalmoqda. Millatlarning qaytadan tug'ilishining simvoli bo'lgan Kris qaytadan hayvatlik holda u shafaqda chaqnasin. Ruslarning qeyrindoshlarcha suzilgan qo'llarining polshaliklarga nisbatan bir dar, o'q yoki kishandan boshqa narsadan derak bermaydiganligi aniq edi. Chunki ular yuz berayotgan ishlarning hech birini esidan chiqarib qo'ymagan edi. Biroq bu shirin so'zlar ba'zilarga ta'sir ko'rsatishga kechikmadi. Bir qism pomchiklar bilan sanoatchilar ishchi dehqonlarning haq-huquq talablaridan zerikib ketgan edi va ruslarning mavjudligi ularni nurg'un mushkulotlardan qutuldirib qolatdi. Yana kelib, Rossiya Polsha mahsulotlari uchun nihoyatda cho'ng bir bozor hisoblanadi. Bu bozorning qo'ldan ketkizib qo'yilmasligi kerakligi ishonganlar bor edi. Yana ba'zilar qandaqli bo'lmasin Rossiyaga demokratiya keldi. U chaqda polshaliklarning Rossiyadagi nufuzi o'zligidilla kuchaydi degan qarashda edi. Yana bir tarafdan urushda Rossiyaga qarshi Avstriyaning sepidan o'rin olish polshaliklarga nisbatan eng oqilona yo'lda qiladi. Germanlarmi u sepda bo'lmasa. Germanlarning Polsha xalqi va madaniyati to'g'risidagi niyatlari ruslardan farqlanmaydi. Lekin polshaliklar o'z zamonlarida davomlashayotgan urushda har ikkisiga taqobil turolmaydigan bo'lg'achqa eng muloyim ishg'olchi Avstriyaning sepidan o'rin olish yo'lini tanlaydi. Nima amal, bu urushda Germanlarmi Avstriyaning ittifoqdoshi edi. Aslida polshaliklar uch farqli davlatning qo'shini ichida har ikki safda majburiy o'rin oldi. 2 yil ichida Rossiya, Germaniya va Avstriya armiyalari 2 millionga yaqin polshalikqa qurol tutqizdi. Bu 2 million polshalik o'zlariga munosabatsiz bir urushda dushmanlari uchun bir-birlariga qarshi urush qildi. Ularning 450 mingi o'z zamonlarida yuz bergan bu urushda ishg'olchi davlatlardan biri uchun jonidan ayrildi. 100 minglarcha polshalik bo'lsa Germaniyaga emgak lagerlariga avatildi. Bu jarayonda polshaliklarning Yosif Pilsudskiy qo'mondonligida tashkillangan fidokor askarlar Avstriya sepida turib ruslarga qarshi urush qilmoqda edi. Pilsudskiy Polshaning faqat qurolli kurash soyasida qutula oladiganligiga ishonganlarning biri edi va o'quvchilik mezgillaridagi faoliyatlari sababidan Sibiriyaga surgun qilingan edi. Surgun yillarda bir tarafdan qarashlarni atrofdagilarga singdirsa, yana bir tarafdan harbiy sohada o'zini yetishtirgan Pilsudskiy keyingi chaqlarda Polshada maxfiy harbiy maktablarni ochib, kelajakning ofitserlarini yetishtirishga boshlagan edi. Pilsudskiy Birinchi dunyo urushida 10 ming kishilik bir qo'shin tashkillab, ruslar qarshi urush qilishga boshlaganda, davlatining oldingi qatordagi yozuvchi, shoir va san'atchilardan nurg'un kishi bu qo'shinda ofitser bo'lib vazifa o'tagan edi. Shunday qilib, organik xizmatchilar bilan qurolli kurash tarafdorlari garchi farqli qarashlarni yoqlasimi, natijada bir-birlarining ilhom va kuch manbasi bo'lmoqda edi. Bir tarafda Pilsudskiyga o'xshash o'tdek yenib turgan bir askar boshlaydigan kurashning tayyorlik bosqichini kuchli tarbiyalash o'tkildan o'tkazishning zo'rligini his qilgan bo'lsa, yana bir tarafda ilm va san'at sohasida xizmat qilib,
Keləcək avlodlarını yetiştirgan kishilar davlatning mustaqilligi uchun qurollarni elib urush maydonlariga qismlarining beshi qarab chapmoqda edi. Hatto faqat mushu ish uchun maxsus tarbiyalanadi. Urushmu polshaliklarga nisbatan shu chaqning sharoitiga mos tarbiyalash faoliyatlarining bir vositasi bo'ldi. Galitsiyadan boshlanib, davlatning boshqa rayonlarigacha yeyilgan bu faoliyatlarda polshaliklarga urush taktikalarini o'rgatadigan kitoblar va tashviqot varaqalari besib tarqatildi. Ayollar bo'lsa, urush o'zlaridan kutilish ehtimoli bo'lgan vazifalar bilan birlikda gazet chiqarish, kitob va jurnal besish, bolalar va o'qish yezishni bilmaydiganlarga kurslarni echish degandek urush mezgilida osonlikcha odamning aqliga kelmaydigan ishlarni yana umumyuzlik ma'rif safarbarlik holatida ustiga oldi. Chunki ruslarning davlatdan chekinishi mumkin edi. Ular ketar ketmayla butkul davlat miqyosida Polsha madaniyatini qaytadan chaqnatadigan ma'rif safarbarligi boshlanishi kerak edi. Bundaq bir safarbarlik uchun o'qituvchilar yetishtirilishi lozim edi. Bu maqsadda 1919-yili ustida Birinchi dunyo urushi davomlashayotgan bir zamonda 20 dak pedagogika maktabi ochildi va bu maktablarning hammasida birdilla qistonchilik yuz berdi. Bu jarayonda ilgari taqdim etilgan universitet va maktablarmi bir-birlab ochildi va ularga yangi maktablar qo'shildi. Nihoyat 1916-yili noyabrda Germaniya bilan Avstriya mustaqil Polsha xonligini e'lon qildi. Pilsudskiy qurilgan yangi hukumatning harbiy qanotida vazifa o'taydi. Uning Varshavaga kelishi zafar quchgan bir qo'mondonning shaharga kirishidan farqsiz dog'dug'ga aylangan edi. Odamlar to'pi uni gul chechaklarga ko'mvatdi. İnsanlar uning harfisidagi otlarni chiqarib o'tib, harvini o'zlari so'rgan holda shahar ko'chalarida aylandodi. U manzarani ko'rgan bir yozuvchi Pilsudskiy to'g'risida mundaq deb yozgan edi. Hech kim tarafidan saylanmadi. Hech kim uni tayinlamadi. Biroq kecha zulmati ichidagi bir chaqmoq misoli tug'ilib, ularga lider bo'ldi. Lekin davlatni butunlay ishg'ol qilib olgan Germaniyaning bu mustaqil davlatning qo'lidagi tizginni qo'yib o'tish niyati bordek qilmaydi. Shu kungacha Avstriyaning qo'mondonligida urush qilgan qo'shinning Germaniyaning qo'mondonligiga o'tishi talab qilinadi. Pilsudskiy bu talabni rad qilib, vazifasidan isti'fo berdi. Orqadanlar tutqun qilindi. Mustaqillik harakati buningdan keyin Parijni markaz qildi. Birinchi dunyo urushining oxirlashi Polshaning haqiqiy ma'nodagi mustaqil davlatga aylanishi deganlik bo'ladi. 1918-yili 9-noyabrda davlatning mustaqilligi e'lon qilindi. 10-noyabrda surgundagi Pilsudskiy qaytib kelib prezident bo'ldi. Lekin bu milliy qahramon kechikmasdilla qilgan qahramonliklarining ta'limini millatining oldiga qo'ydi. Garchi asosiy qonun uni prezident sifatida parlamentning oldida javobgar deb bekitgan bo'lsa-mu, Pilsudskiy armiya sepidan kelganligi, shundaqla bosh qo'mondon bo'lganligi uchun bu hukm tatbiqlanmaydi. Oxiri 1926-yili Pilsudskiy askarlarni Varshavaga elib kirib, hukumatni ag'dirib tashladi, parlamentni amaldan qoldirdi. Shuningdan tartib toki 1933-yili vafot bo'lguncha haqiqiy bir diktator bo'lib, Polshada hayvesini ko'rsatdi. Qadrli do'stlar, qimmatli vaqtingizni ajratib, bu ovozliq asarni tingishinglar uchun chin yuragimdan rahmat aytaman. Keyingi qatimda men yer ostida kelajak shakllanmoqda degan bobni huzuringizga sunaman. Xayr xo'sh, keyingi qatim ko'rishgacha hammamizni
Xudoyim o'z panoyida saqlasin.